Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun yana bebozor kuni bo'lsa ham savdo bo'layapti. Mana Dilnuri tekstil paypog'i bilan Optim sochiqlar do'konidan ko'rsatyapmiz. G'ayrat akamiz do'konlari, telefon nomerlari ham mana qo'yilgan. Optim har qanaqangi sochiqlar bor. G'ayrat aka sochiqlar narxi bilan tanishtiramizmi? Mana bu yerda kiloli sochiqlar ham bor. Shtukli sochiqlar ham bor mana. Kiloli sochiqlarimizni ro'zali narxlarini aytib borasiz. Narxlari kiloli sochiqlarimizni 50 ming so'mdan kilosi narxi. Ha, kilosi 50 ming so'mdan. Sochiqlarimiz 2 ming so'mdan 35 minggacha chiqadi. Va bitta sochiqlari 2 ming so'mdan chiqadi. Bandning bitta sochiqlari 18 ming 16 ming so'm chiqadi. ha. Ranglari har xilidan bor. Assortiment bor mana. Qoplarda turibdi. Ichkarida gilamlar ham bor, joy namozlar ham bor. Ichkarini ham ko'rsataylik. Mana ichkarida sochiqlarda assortimentlari. Mana kiyib oladigan ham bor ekan mana. Bularimiz 195 ming so'mdan bo'ladi. Xo'p. Tozasi. Mana bu ona bola deyiladigan sochiqmi bu? Ona bola sochiqlar bular Xitoy 85 mingdan bo'ladi. Jupa? Ha, jupa. Jupi 85 mingdan. Mana bu yerda Bular sauna turganlar. saunaga sochiqlar. 50 bo'ladi razmeri. Mana bular 80 ming so'm, bular 70 ming so'mdan. Aha. Bularchi. Mana Bularimiz fonli 70 ming so'm. hammasi 70 ming so'mlik ona bola sochiqlar. Bu yog'i deylari mana undan ham chiroylilari mana. Boshlarida 65 ming, mana bular 60 mingdan. 65 ming, 60 mingdan sochiqlar mana. Mana korobkalarda ham chiroyli. 5 ming so'm. Korobka pustoy o'zi bo'ladi. Ha. 5 ming so'm. Korobkani o'zi 5 ming so'm. Ichiga sochiq solinsa, xohlagan sochiq solinaveradi. Yana bo'la sochiqlar solinadi. Mana bu yerda joy namozlar ham bor ekan. Joy namozlar nechi pul? Joy namozlarimiz 40 ming so'm. Joy namoz 40 ming so'mdan. Gilamlarimiz 250 ming. 250 mingdan, razmeri 3 ga 2 ga 3 ekan mana. Savdo bo'layapti. Mana kiloli sochiq olishyapti topalarimiz. Bozorlarini bersin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz. Telefon nomerni aytib borsangiz, 50lik 50lik 502 80 80 ga telefon qilaverasizlar. Qachon bo'lsa bozorimiz ochiq sizlar uchun telefon qilaverasizlar bexijolat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.